Hammaga salom. Mana yana bir marta ko'rsatib ketaman. O'tvoy. Teskari shawarma. Bunga men rosa yoqtirib qo'yganimning sababi, usti Rossiya upakovkasi nejni qilingan ekan. Birinchi ko'rganimda katta upakovkada edi. 99990 so'mga adashmayotgan bo'lsam. Hozir endi katta upakovkaligini topmadim. Ko'rmadim, baribir olmasdim kattasini. Lekin kichkinasi 10.000 so'm atrofida turadi. 9990 so'm. Bizda marketing bor, bilasizlar, zo'r. Mana bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar. Unchalik rashitsa ham qilmas ekan. Kattaligi shundoq. Bismillahirrohmanirrohim. Bu vanilli shokolad kutmayli ichidan. Men o'zim chunki shokolad kutdim hozir. Yeb ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, mazasiga kelsam, mazasi vanilli bo'lgani uchun ili o'zi ozgina suxo'roq, noketlardan normalniroq. Imенно testasi yumshoq и krashitsa, jayam krashitsa qilib ketmas ekan, normalniy. Ta'mi normalniy. Lekin buni shokoladnisini yeb ko'rganman, shokoladnisi yaxshiroq edi, chim bu vanillidan ko'ra. Narxiga arziydimi? Menimcha shokoladnisi arziydi, vanillisi ta'bga ko'ra. Italyanskiy ekan, narxi 10.000 so'm. Makrodan olgandim. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.